uma festa do fim de semana. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va obunachilarimiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ygan yangi mehmonlar. Hop, quyidagi buyurtmamiz haqida ustki holatni ko'rsanglar. Qosh bilan dizayn, ya'ni berdik. Chunki pataloq holatiga e'tibor berdik. Yani chekkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham ideal chiqqan. Umuman ochiq joyi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu esa polkamiz o'rnadi. Hop, uchalasi ham o'rnadi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, PVH 2 mm PVH ishlatildi. Hop, mana chekkalari ham xuddi shunaqa. Hop, bu tomonni esa deb qo'yadigan va veshilkamiz. Bu esa seyfimiz. Quflab qo'yibmiz. Hop, mana ichilarni ham ko'rish, kattagina seyf bu. Kalitimiz mana raqamlashtirilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Boshqa raqamdagi kalit tushmaydi. Bu esa temirlik holati. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Hop, tortmalarimiz mexanический, ya'ni buzilish ehtimoli kam bo'ladi. Hop, qotirib qo'yganmiz. Agar yechaman desalar, ust tomon yechsalar, tortma chiqib kelaveradi. Bu ruchkamiz. Aytganimdek, bitta garderobni ko'rsatdik oldingi videomizda. O'shandagi ruchkani bunga ham ishladik. Chunki bitta odam buyurtma bergani uchun uylarga moslashtirdik. Bu esa bu orqasida sinchlik uy bo'lgani uchun shuncha ochiq joy, bitta ustuni bor. Bir xil eshik olishimiz hisobiga, ya'ni 5 ta eshik, 40 lik eshikdan tushirishimiz hisobiga buncha kengayib qoldi. Bo'lmasam mebelimiz xunuk chiqaradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Eshiklik holati. Hop, mana bu yerda 3 ta eshigimiz, bu tomoningizda 2 ta. Hop, mana ruchkamiz. Ko'rdinglar, 5 ta eshikdan iborat. Shuning uchun 5 ta eshik qildik. Hop, bu esa PVH-lik holatimiz, ichi polkalik bo'ladi. Mana ruchkamiz. Hop, mana ruchkaga moslashtirdi. Bu ham mana shu haligi garderobimiz. Bitta oldingi videoda to'liq ma'lumot berganmiz garderob bo'yicha. Hop, bu esa shanarimiz o'zi tortib ketadi. Mana bu holatlar ham xuddi shunaqa. Bu esa veshilkalik holati, kiyimlar deganimiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mebelimiz yoqqan bo'lsa like bosing, komment yuboring. Narx qiziq bo'lsa kommentga narx deb yozing. Narxini sizga aytib o'tamiz. Salomat bo'ling.